Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabotul Ojizin asarining sharhiga oid suhbatlarimizni davom ettiramiz. Kechagi muqaddima qismida Alloh taborak va taologa hamd va Alloh taoloning ajoyib bir qudratiga dalolat qiluvchi, uning taqdiridagi ajoyibotlarga, uning qudratidagi, san'atidagi ajoyib ishlarga dalolat qiluvchi baytlarni o'rgangan edik. So'fallohi rahimahulloh kitoblarini ana shu narsalarning bayoni bilan boshlagan edi. Va bugungi boshlaydigan bo'lim fasl payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning maqtovlariga oid fasl bilan davom ettiriladi kitob. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam na'atlari bayonidadir deyiladi. Durudu be'adad hodiyi dinga Rasuli rahmatan lil alaminga. Durudu be'adad hodiyi dinga Rasuli rahmatan lil alaminga. Xudoni do'sti Muxtorul Qurayshi mudom ummat uchun talxirda ayshi. Beadad durudlarimiz bo'lsin. Ya'ni salavatlarimiz. Salavatlarimiz bo'lsin dinning hodisi bo'lgan zotga. Ya'ni insonlarni mana shu dinga hidoyat qilishga sababchi bo'lgan zot Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga beadad durudlarimiz bo'lsin. Rasuli rahmatan lil alaminga, u rasuliki olamlarga rahmat bo'lib yuborilgan zot edilar. Alloh haq subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni rahmatan lil alamin deb vasflagan. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Biz sizni yubormadik, illo butun olamlarga rahmat qilib yubordik dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam butun olamga rahmat. Butun insoniyat, butun mavjudot, mo'min va kofir hammasiga rahmat. Mo'minlarga rahmatligi tayin, aniq. Kofirlarga qanday rahmat? U zot desalar, u zotni payg'ambar bo'lganlaridan keyin kofirlarga qiyomatgacha ommaviy azob kelmaydi. Nuh alayhissalomga kofir bo'lganlarni suv bosdi, to'fon bosdi kecha aytganimizdek. Boshqa birovini yer yutdi, to'g'rimi? Boshqa birovlari hayvonga, turli xil mahluqotlarga aylantirib qo'ydilar. Shu narsalar bo'lmaydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hurmatidan. Bu bitta rahmat. Yana bir bunda aytiladiki, kofirlarga qanday rahmat bo'lishlari mumkin esa, u kishi iymon keltirmaganlarga Alloh taolo juda cheksiz azoblarni berishi mumkin edi, lekin ma'lum bir chegarada to'xtaydiki, azob u ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning rahmatlilarini bir sababidan degan tafsirlar ham keladi. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam barchaga rahmat bo'lsa, har toifani ko'rib siz ham Xudoning rahmati. U kishi o'sha bir har bir nav, har bir turli insonlarga ko'p rahmat va ko'p shafqatlarni olib keldilar, ko'p fazilatlarni, fazillarni olib kelganlar. Masalan, otalar bolalarga nima dedilar? Otani roziligida Alloh taoloning roziligi dedilar. Bu so'zlari otalar uchun qanchalik fazilat kasb qiladi. Bolaga aytayaptiki, otangni nima qilgin? Rozi qilgin deyapti. Onalarning oyog'ini ostidadir jannat deyaptilar. Onalarga qanchalik rahmatlilarning ifodasi bu. Bolalarga u zot rahmatdirlar. Bolangizga muruvvat qiling dedilar. Kim bolasiga rahm shafqat qilmaydigan bo'lsa, u insonning qalbida rahmat yo'q ekan. Bir odam kelib payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning oldiga bir murojaat bilan kelgandi, bir qavmning kattasi. U kishi yosh bolalar kelganda boshlarini silab, nabiralari, boshqa bolalar kelganda boshlarini silab tizzalarga o'tirgizsa, "Meni ko'p bolalarim bor. Va hech bunaqa qilmayman" deganda, Alloh taolo sana qalbingdan rahmatni olib qo'ygan bo'lsa, men nima qilay dedilar. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman.
rahmdil insonlarga Alloh taolo rahmat qiladi dedilar. Bolalarga rahmat qilmasang, sen munosib emas ekansan boshliqlikka dedilar. Yosh bolalarga qanaqa rahmat? Erlarga qanaqa rahmatki, erlar oilada erning hurmatini qanday ko'tarib ketdilar. Agar sajda qilish insonga sajda qilishi mumkin bo'lganda dedilar, xotinlar erlariga sajda qilishni buyurardim deganlar. Erlarga Rasulullohdan tekkan bir rahmat. Ayol xotinlarga, uydagi ayollarga nima? Sizlarning yaxshiligingiz o'z ahli ayolingizga yaxshi bo'lganingizdir dedilar. Men o'z ahlimga eng yaxshisi bo'lgan zotman dedilar. Xotinlarga qanday u zotni rahmat deganlar. Endi qizlarga bo'ladigan rahmatini o'ylang, qizlarga. Qizlarni tiriklayin ko'mish darajasida johil edi u insonlar. Rasululloh akram alayhisolatu vassalom kelganlarida. Ayollarga shunaqa yomon munosabatda bo'lardi, lekin u zot keldilar, ularning qadrini ko'tardilar. Qizlarga aytdilar, kimi 3 ta qizi bo'lsa, tarbiya qilsa, chiroyli odobini beradigan bo'lsa, jannat vojib qilibdi o'ziga deganlar. Yana bir kishi kelib 2 ta bo'lsa-chi deganlarida, 2 ta bo'lsa ham deganlar. Bitta bo'lsa-chi deb bir kishi so'radi, bitta bo'lsa ham dedilar. Qarang, qizlarga qanday rahmatlari tegyapti Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni. Har toifa insonga, masalan, talab ilmda o'qiyapsiz. Tolibi ilmsiz. Tolibi ilmga u zotdan tekkan rahmat shu bo'ldiki, tolibi ilm yuradigan bo'lsa, farishtalar qanotini qo'yib yuradi uni yo'liga deganlar. Tolibi ilmlarga shunday bir yaxshi bir fazillarni, savoblarni va'da qildilar. Muallimlarga qanday? Yaxshilikni ta'lim beradigan odamga baliqdagi, ya'ni daryodagi baliqlar ham istig'for aytadi deyaptilar. Hammaga. Savdogar xalqi. Puli ko'p bo'ladi, odamlar da albatta ichida bir hasadga o'xshagan narsa bo'ladi. Pul ko'paygan sari bir-biriga. Rasululloh akram alayhisolatu vassalom ularga ham bir rahmat o'laroq, Allohning bir fazli o'laroq keldilarki, tojir bo'lsang, sodiq bo'lsang, rost gapirsang, amin bo'lsang, qiyomatda payg'ambar bilan, siddiq bilan bo'lasan deyaptilar. Oddiy odamlar uyda ishlatib nazarga ilmaydigan oddiy madikor ishchi xodimlarga qanchalik rahmatlari tegdiki, nima dedilar? Shuni terisini qurimasdan haqqini ber dedilar. Bu gapirsangiz har toifani sanab chiqsangiz, har toifaga u zotdan qancha bir fazil, qancha rahmat tegyapti. Lekin biz shunchalik bo'lsa ham har toifaga Alloh taoloni rahmati bo'lib keldilar. Lekin shunaqa bo'lsa ham biz bir ish qilishda u zotning sunnatlarini, shariatlarini oxirga qo'yamiz. Olinki bizni qadrimizni ko'tarib ketgan zot o'sha kishi edilar. Bizni masalan ayniqsa ayollarning, qizlarni qadrini ko'tarib ketgan zot o'sha zot edilar. Xususan endi ayollar, qizlar bir ish qilishlarida, to'y qiladimi, xursandchilikmi, xafagarchilikmi bir ishlarida o'zlarining qadrlarini shunchalik baland qilib ketgan zotning shariatlari, sunnatlarini birinchi o'rinda ko'proq o'ylashligi lozim bo'ladi ular. Oxirga qo'yib qo'ymasdan. Ishlarimizda shunaqada, odamlar ishlarida shunaqa. Bir narsani qiladi, ortib qolsa, palonchiga berib yuborgin, savob ham bo'lib qoladi deydi. O'zi birinchi nimani boshlash kerak edi? Bu o'zi qaysi ishni qilsak savob bo'ladi degan narsadan boshlash kerak edi. Bizga rahmat o'laroq yuborilgan zotni sunnatlarini oxirgi qo'yishlik bu insofsizlik, adolatsizlik bo'ladi. O'shaning uchun bu aytayaptilarki, durudu be'adat hodiy dinga, dinni hodisi bo'lgan zot Muhammad Mustafa Rasululloh, olamlarga rahmat bo'lgan zotga durudlar bo'lsin. Xudoning do'sti Muxtorul Qurayshi mudom ummat uchun talxirda ayshi. Xudoning do'sti bo'lgan Qurayshdan tanlangan zot mudom degani har doim ummat uchun talxirda ayshi. Hayotlari ummat uchun o'ta achchiq, talx bo'ldi deydi. Bir kuni bir oyatni o'qidilar. İbrahim aleyhissalatu vesselam'ni
tilidan hikoya qilingan bir oyat bor. Robbim sen ularni azoblasang, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk va in taghfir lahum innaka antal azizun hakim. Shuni o'qidilar, o'qib turib ummati deb yig'layaptilar. U zot nima dedilar? Azoblasang bandalaring dedilar. Rahmat qilsang sen aziz va hakim bo'lgan zotsan dedilar. Shuni o'qib turib oyatda ey Robbim sen ummatimni azoblamagin deyaptilar. Allohumma ummati ya Robb deyaptilar. Ummatim ya'ni mani ummatimni rahmat qilgin, azoblamagin. Turib shunaqa yig'ladilar. Jabroil alayhissalom keldi. Alloh taolo Jabroil alayhissalomni yubordi. Xafa bo'lmang, va la sawfa yu'tika robbuka fatarda. Alloh taolo sizga bir in'omlarni beradi, rozi bo'lasiz. Ya'ni ummatingiz borasida sizni rozi qiladi. Ana shunaqa shafiq ummatga mehribon bo'lgan zot edilar. Mudom ummat uchun talxirda ayshlari, hayotlari ummat uchun bir achchiq holatda o'tdi. Shu ummat najot topib qolsa, shu insonlar najot topib qolsa, oyatlar nozil bo'ldi. Siz u mashaqqat tortib qiynalishingiz uchun nozil qilmadik. Siz yetkizsangiz bas degan hatto tasalli oyatlari nozil bo'ldi-da. Shunaqa zotlar. Emas mavjud aningdek gavhari pok. Dalil uldurki kiydi toji lavlak. U kishidagi pok bir gavhar, dur gavhar yo'q mavjudotning ichida. Dalil shuki lavlaka tojini kiydilar. O'sha adabiyotlarda keladigan, kitoblarda keladigan lavlaka ma xalaqtul aflaka degan hadisi qudusiyga ishora. Bu to'g'risida o'tgan suhbatlarimizda aytdik, qasida-i burdada. Sanadan misol biz bilmadik buni, bunda bir ilmimiz yetmadi. Misol sanad borasida sahih bir yo'l bilan kelganiga, lekin ulamolar hammalar bil ittifoq aytadilarki, buni sanadini bayon qilgan. Buni ma'nosi sahih deydilar. Ya'ni lavlaka ma xalaqtul aflaka degani siz bo'lmaganingizda falaklarni yaratmasdim deganida, yer va osmon. Ya'ni Alloh taolo boshqa oyatda aytadiki, jin va insonlarni yaratmadim, illo menga ibodat qilish uchun yaratdimmi? Demak, bu inson va jinni yaratilishligi asli nima uchun ekan? Ibodat uchun. Qolgan osmon va yerlarning yaratilishligi o'zi nima uchun? Inson uchunmi? Inson uchun, insonga xizmat qilish uchun. Demak, inson nima uchun yaratildi? Allohga ibodat qilishlik uchun. Demak, insonni ham, butun olamlarni ham yaratilishligi, osmon yerni yaratilishligi Allohga ibodat uchun ekan. Endi dunyodagi eng obid zot kim? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Mana shu ma'noda siz uchun yaratildi bu dunyo desa bo'ladi. Tushunarlimi? Lavlaka ma xalaqtul aflaka tojini siz kiydingiz. Shunday bo'lgandan keyin, siz tufayli yaratilgandan keyin bu olam, bu osmonlar sizchalik bir muborak, sizchalik pokiza, gavhar bo'lmaydi-da, duru marjon bo'lmaydi-da. Ana dedi ma'bud aning otin Muhammad qolib ketibdi. O'shal shohanshohiki sham'udindur, aning parvonasi ruhul amindir. U shohanshohiki, shohlarning shohiki dinni bir shami dedilar. Dinni shamchirog'i yoritib turuvchi nuri edilar. Endi har sham ham yorug'likni parvonasi bo'ladi-yu, o zotning parvonasi ruhul amin Jabroil alayhissalom edilar. Vahiy olib kelardilar. Boshqa bir munosabatlarda doim u kishini yonida edilar. Doim u kishidan xabardor edilar. Alloh taoloni Muhammad alayhisolatu vassalom bilan bo'lgan oradagi vositachi edilar. Albatta farishtalar bobida Alloh taolo shundoq ham to'g'ridan to'g'ri ham vahiy yuborishi mumkin. Bandasi bilan gaplashishi mumkin, to'g'rimi? Aloqa o'rnatishi Alloh taologa u muhol emas. Alloh taolo qodir, lekin nega vosita qilgan farishtalar u o'z bo'limida keladi. Ana ruhul amin parvonasi edi u kishini. Eng ulug' farishta u kishining atrofida parvona edi. Shuning uchun u ulug' zot edilar. Bunchalik ulug' zot bo'ladimi axir? Eng ulug' farishta atrofida parvona bo'lsa. Dedi ma'bud aning otin Muhammad maqomotiga hargiz yetmadi had. Ma'bud haq taolo, iloh o'zi uning otini Muhammad dedi.
maqomotiga hech ham bir chegara yetmadi. U kishining maqomlari falon joyda to'xtaydi degan narsani hech kim aytmadi. Tushurmay yer yuziga soyasini, yeturdi arsh uyiga poyasini. Tushurmay yer yuziga soyasini, yeturdi arsh uyiga poyasini. Yer yuziga soyalarini tushurmasdan arshni uyiga oyoqlarini yetkazib qo'ydi Alloh taolo. Kechasi hali kunduz bo'lmasdan bir soya yerga tushmasdan nima bo'ldi? Butun arsh a'loni sayr qildirib keldi Alloh taolo. Qadam bosgan manozil erdi pur atr. Sahoba abyaz erdi boshida chatr. U kishining qadam bosgan joylari pur atr, muattarlikka to'lib ketardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shunday zot edilar. U kishi xushbo'ylikni yaxshi ko'rardilar. Xushbo'y narsalarni sepib yuboradilar, lekin sepmasalar ham u kishining bo'yidaqa bo'y yo'q edi. Madina ko'chalaridan o'tsalar, odamlar keyin o'sha joyda yurib qolsa, ha, Rasululloh o'tib ketibdilar ekan derdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'lishchalik muloyim bir qo'lni ipakdan ham muloyimroq bir narsani men topmadim degan Anas ibn Malik. Hatto ipakdan ham muloyim dedilar. U kishidan bo'yidan ko'ra xushbo'yroq narsani ham topmadim, hidlamaganman deganlar. Ya'ni qadam bosgan joyi muattar bo'lib ketardi. Xushbo'ylikka to'lib ketardi. Boshlarida oq bulut chatr soyabon bo'lib yurardi. O'sha payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom payg'ambar bo'lmaslaridan oldin doimiy ustilarida nima bo'lgan? U bashorat sifatida, mubashshirot sifatida ko'riladiki, boshlarida soyabon bo'lib, issiqda u kishiga soya berib yurgan. O'sha amakilari bilan bir tijorat safariga borganda, bu hayromidi? Rohib ko'rib turib, ichinglarda bir xislatli odam bor. Ajoyib bir odam bor. Bu soya solib, salqin qilib yuribdi deganlarda qaytarib olib kelib Abu Talib. Ana boshlarida doim shunaqa bo'lib yurgan. Payg'ambar bo'lishlaridan oldin boshlarida bulut soya solib yurgan doim. Jamolin ne'mat matlubi kavnayn, kamolidin muyassar qobi qavsayn. U zotni ne'mat, jamollari ne'mat. Kim ko'rsa u kishining jamolidan bahramand bo'lgan bo'lsa, Xudoning katta bir ne'matiga erishgan bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning jamollari ne'matda, Allohning bergan ne'mati insoniyatga. Matlubi kavnayn, ikki dunyoda istaluvchi zot. Dunyoda ham najot topaman desangiz, u zotni izlab borasiz. Oxiratda insoniyat, odamlar nima? Najot topish uchun u zotni izlaydilar. Matlubi kavnayn, ikki dunyoda ham izlanuvchi zot. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchun ziyorat uchun odamlar nimalarni sarf etmaydi? Har mo'minning orzusi u kishini borib ziyorat qilish. Salaf solihlar, hajga borganlar hammasi hajdan keyin albatta Madinaga borib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ziyorat qilganlar. Bo'lmasa axir 100 ming bir rakatga 100 ming rakat savob beriladi Makka mukarramada. Madina masjidida bir rakatga 1000 rakat savob beriladi. Agar u savobliroq eshitib bilganlarida masjidni o'ziga ziyoratga borganlarda unga bormasdi, 100 ming rakatli joy ma'qul bo'laverardi ularga. Asl bundan bilamizki, ularning maqsadi nima bo'lgan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ziyorati bo'lgan. Matlubi kavnayn degani ikki dunyoni matlubi, dunyoda ham hammani matlubi. Shunday zotki talab qilib boradi odamlar. O'zini uyida, o'zini yurtida manaman degan insonlar ham qancha odamlarni o'tirg'izib turg'izadigan odamlar ham u kishini talab qilib borib u zotning oldida boshini egib keladi. Qiyomatda ham xuddi shu hol bo'ladi. Qiyomatda ham Muhammad sollallohu alayhi vasallamni izlab qoladi insoniyat. Kamoliddin shunaqa mukammal kamolga yetgan zotlarki Qobi Qavsaynga erishdilar. Ya'ni Isro va Mi'roj voqeasiga ishora. Qobi Qavsayn tafsirini ham aytdik. Ikki kamon miqdoricha Alloh taologa yaqin bo'lgan yoki farishta Jabroil alayhisalomga yaqin bo'lgan tafsir ham bor. Har qanday bo'lganda ham bu kamolga ifoda qiladi. U zotni o'ta mukammal zot ekanliklarini, kamolga yetgan zot ekanliklarini
u zotchalik boshqa inson u darajaga yetmasligiga bir ishora bo'ladi. Sharofat mundun o'tmas sunnatu farz. Yurusa ta xuruj dobbatul ard. Endi sharofat shundan o'tmaydiki degani, boshqa narsalar qo'yib bitta narsani olsangiz ham o'zi u zotning sharofatiga dalolat qiladi. Nima desa, dobbatul ard chiqquncha shariatlari, farz va sunnatlari u kishini yursa. Alloh taolo yubordi u zotni, qolgan payg'ambarlar, qolgan shariatlar kelib to'xtaydi ma'lum muddatda, to'g'rimi? Illo Muhammad alayhisolatu vassalomni Alloh taolo oxirigacha, oxirgi payg'ambar sifatida, oxirgi shariatning sohibi sifatida tanladiki, u kishinikini keyin birov to'xtatib qo'ymasin. Tushundingizmi? U kishiniki qiyomatgacha bo'ladi. Bu ham bir sharofat. Tushunarlimi? U zot olib kelgan shariat ma'lum vaqt to'xtamaydi. Dobbatul arz chiqishi, yer hayvonlarining chiqishi qiyomatning alomatlaridan biri. Ya'ni qiyomatgacha demoqchilar bu yerda. Hamma dindan bo'libdir dini balo, guvohi Hazrati Vojib taolo. Hamma dindan bo'libdir dini balo, guvohi Hazrati Vojib taolo. U kishining dinlari hamma dindan afzalroq, ustunroq bo'libdiki, buni guvohi Alloh taolo o'zi. Inna dina indallohil islam. Albatta Alloh huzuridagi maqbul din bu islomdir deydi. Alloh taolo o'zi guvoh bo'ldi. Demak, hammasi shariatning bardavomligi, qiyomatgacha davom etishi ham, Alloh taoloning o'zi guvohligi ham u zotning qanday ulug' bir zot ekanligiga, u zotning sharofatiga dalolat qiladi. Aning avsofini yo'q intihosi, nag'u yetmas desa vasfin xudosi. Endi u zotning vasflarining intihosi yo'q. Nega desa, yetmas desa vasfin xudosi, boshqa odamni maqtovi yetmaydi, kifoya qilmaydiki, ani vasfin xudosi o'zi vasfini aytib qo'ygan bo'lsa. Nag'uni bitta ma'nosi nega degan ma'nosi bor. Endi ba'zilar maqtov degani ham bor debdi, ko'proq nag'u nega yetmas deb turib, ba'zi nag'udan keyin vergul qo'ygan nusxalar ham bor ekan. Nega desa, yetmas desa vasfin xudosi, chunki boshqalardagi yetmaydi madhihlari, xudosi o'zi aytib tursa uni vasfini. Tushunarlimi? Yoki nag'u, endi haligi sharh bo'yicha aytsak, nag'u yetmas desa, maqtov yetmaydi, vasf yetmaydi, vasfini xudosi qilib turgan vaqtda. Alloh o'zi maqtab turganda qolgan odam u zotni maqtab oxiriga yetkiza olmaydi endi. Xudoning rahmati bo'lsin damodam, aning avlodiga, ashobiga ham. Allohning rahmati bo'lsin damodam, doimiy har damda Allohning rahmati bo'lsin u kishining avlodlariga ham, ashoblariga ham. Shunday qilib mana shu bo'limda, faslda na'at Muhammad sallallohu alayhi vasallamni tugatdilar. Rasulullohning vasflarini, na'tlarini tugatdilar. Mualliflarning odati hamd bilan boshlanadi. Keyin na'tga o'tiladi. Keyin sababi ta'lif aytiladi. Yozilish sababi, kitobning yozilish sababi. Hamma kitobda deyarli uchraydi. Ba'zida ochiq oydin aytadi, yozganimiz sababi shu deb yozdi. Bundoq bo'lgani uchun, shuni yozdim deydi. Mani yozishimiz sababi shu demasa ham, shundoq bo'lgani uchun shuni yozdim degani o'sha, bu ham sababi ta'lif. Masalan, falon kishining kitobi o'ta ulug'ligini ko'rdim, odamlar hamma shuni o'qiyotganini ko'rdim, ba'zilar tushunishga qiynalayotganini ko'rdim, shuning uchun sharhladim dedi. Ana shu sababi ta'lif shu bo'ladi. Ya'ni yozilishlik sababi. Xo'p, bu kishida ham o'sha narsa, odat bor. O'sha odatdan chetga chiqmaganlar. Yozildi Farsi til birla maktub. Aqidatu furu'i qurbi mahbub. Farsi til bilan bir maktub yozgandim, ya'ni kitob yozgandim deydi. Aqidat, furu' mahbubga qurbat bo'luvchi, yaqin qiluvchi, Robbul alamin mahbubimiz Alloh taolaga yaqin qiluvchi masalalar yozilgan edi, deyapti. Shu yozilgandi, Farsi tilda edi. Bu kishi Maslakul Muttaqin kitobiga ishora qilyaptilar. Maslakul Muttaqin kitobi Farsicha bo'lgan. Farsi tilda yozilgan. 12,000 baytdan ortiq bayti bor. Minglab, yuz minglab masala bayon qilingan. Undan tashqari 100 dan ortiq mo'tabar Hanafiy mazhabi kitoblaridan olingan fatvo kitobi.
shu kitobni yozganlar. Shuni yozgandan keyin ani kim ko'rdilar turki yorollar, dedilar gar duo qilsa erollar. Ani kim ko'rdilar turki yorollar, dedilar gar duo qilsa erollar. Bitilsa turki til birla aqida, ko'ngillar bo'lsa andin oramida. Uni turkiy yorollarimiz ham ko'rdi-da endi buni. Forslar bilan turklar o'rtasida ma'lum ko'rinmas raqobat bor baribir. Alisher Navoiy ham, Nizomiy nima xamsa yozgandan keyin nima kishi ham xamsa yozganmi turkiy? Erur dushvor bu maydon ichra turmoq. Nizomiy panjasiga panja urmog'i oson emas bu maydon ichida turish deb turib, Nizomiyning panjasiga oldin Nizomiy forschada panja 5 ta nima deganida, 5 ta barmoq qo'l degani. Uni panjasini ustiga yana panja urib turkiyda yozish oson emas deydi. Lekin bunda ham forscha yozilgan. Keyin nima deyapti? Turkiy yorollar ham ko'rdi, turkiy zabon birodarlarimiz ko'rib aytdilarki, dedilar gar duo qilsa erollar. Erlar haqiqiy Allohning do'stlari bir duo qilsa, bitilsa turkiy til birla aqida, bitilsa turkiy til birla aqida. Turkiy tilda ham bir aqida yozilsa, ko'ngillar bo'lsa andin oramida, ko'ngillar undan bir oramida orom topsa, orom oladigan bo'lsa deyaptilar. Bu yerda bir narsaga ishora bor. Kitob yozyatib, duo olib yozish kerak ekan. Har qanaqa yaxshi ishda yaxshi odamlarning, ulug'larning duosini olib boshlash kerak ekan. Shundan bular ham aytayaptiki, erollar duo qilsa-yu, turkiy tilda ham bir kitob yozsangiz. Tamalluq qildilar chun bir necha yor, qalam tortay xudo bo'lsin madadkor. Tamalluq bir necha yor do'stlarimiz ham nima deyishdi? Tamalluq qilishdi, iltimos qilishdi. Kelib yonimizda o'tirib shuni qilaylik deb turib, bizga o'zlarini pas olib iltimos qilishdi degan. Tamalluq. Qalam tortay, mayli, qalam tortay endi turkiy tilda bo'lsa ham. Xudo bo'lsin madadkor, Xudo madadkorim bo'lsin. Valekin aylayin so'zlarini ijmol, menga yo'qtur mufassal qilgani hol deydi. Lekin men aqidada yozyapman. U fiqhda juda aqidasi ham bor, fiqhda o'ta mufassal yozilgan maslakul muttaqin. Lekin aqida borasida men so'zlarni ijmol qilaman deydi. Qisqa lo'nda muxtasar qilamanki, menga yo'qtur mufassal qilgani hol. Mufassal qilib yozgani menda hol yo'q deydi. Menda bir hol yo'q deydi. Ya'ni quvvat yo'q unga deydi. Imkon yo'q menga deb o'zlarini pas olib aytayaptilarki, sababini pastda aytadi. Mani bechora chunki omidurman, giriftori malomat domidurman. Chunki men bechora bir omi bo'lsam. Malomat domiga giriftor bo'lgan inson bo'lsam. Dom nima? Dom degani o'zi nimani ham aytadi? Qopqonni ham aytadi. Bildingizmi? Ta'siri ham deganida domiga tushibdi deydi-yu. Keyin suvda aylanish nimasini ham dom deydimi? Mana suv aylanadi-da, keyin xas nimalarni, cho'paylarni, nimalarni o'ziga yig'adi-yu. Domiga tortdi degani o'sha bo'ladi. Hamma narsani tortib kirib ketadi. O'sha malomatni domiga giriftor bo'lib qolganman deyapti. Hamma malomat qiladigan odammi o'ziman deydi. Sen bo'lsan deydigan odamman men deydi. Agar chandiki bo'lsam mag'zi yo'q post, ishorat qildilar chun bir necha do'st. Agarchi deyapti men mag'zi yo'q post bo'lsam ham zohirimdan chiroyli ko'ringanim bilan ichimda mag'zim yo'q deyapti. Danayman, danakda ko'rinadi, lekin ichida nima? Mag'zi yo'q post danaydan iboratman deyapti. Shunaqa bo'lsam ham ba'zi bir do'stlarimiz, bir necha do'stlarimiz ishora qildi, maslahat qildilarki, siz yozing shuni deb. İltimos qildilar. Alarni so'zlarin buzmay manizor. Alarni so'zlarin buzmay manizor. Savod etdim necha manzuma nochor. Ularni men zor, bechora odam ularni so'zlarini buzmay deb, so'zlarini ikki qilmaydiganda biz tilda. Bir necha manzumalarni nochor qoraytirdim deydi, savod etdim deydi. Aqida so'zlarini qildim isbot. Anga qo'ydim sabotul ojizin ot. Aqidani so'zlarini isbot qildim, aqidagoy so'zlarini. Unga sabotul ojizin, ojiz insonlarni saboti deb
nima nom qo'ydim? O'zimga o'xshagan ojiz insonlar nima? Mana shularni muxtasargina shu e'tiqodni bilsa ham inshaalloh nima bo'ladi? Dinda, aqidada sobit qoladi deb turib nima deb yozdim? Nomladim. Sabotul ojizin deb nomladim. O'zimdek xastalar bo'lg'aymi deb shod. Nasoyihdin ham andak ayladim yod. O'zimga o'xshagan xastalar, kasallar degani. Xasta bechoralar xursand bo'lsin deb nasihatlar ham yozib chiqdim. Kasal odamga davolanish uchun nima kerak? Dori kerak edi. Dori bu qalb kasaliga dori nasihatda, ulug'larda nasihat. Avval o'zim kasal edim, o'zimga davo bo'lsin deb va o'zimga o'xshagan odamlar topilishi mumkin. O'shalarga ham bir davo bo'lsin deb turib nima qildim? Nasoih, bir necha nasihatlarni ham aqidani bayonidan keyin qo'shdim deydi. Nasihat tinglamas dil saxti mahjub, ko'karmas toshqa yomg'ir yoqsa ham ko'p. Ya'ni nasihat tinglamas dil saxti mahjub, ko'karmas toshqa yomg'ir yoqsa ham ko'p. Endi nasihatni yozdim, lekin bu degani hamma buni eshitib zo'r bo'lib ketadi degani emas. Dili saxt, dili qattiq, mahjub, haqiqatdan to'silgan insonlar nasihatni tinglamaydi. Chunki toshga qancha yomg'ir yoqsa ham, qancha ko'p yomg'ir yoqsa ham tosh ko'karib chiqmaydi-yu. To'g'rimi? O'shaning uchun eng zo'r nasihatni aytsangiz ham qalbi tosh odamdan bir narsa chiqmaydi. U nasihatga quloq tutib, unga amal qilmaydi. Alloh taolo Banu Isroil haqida aytadi-yu. Kal hija toshni singar, va ashaddu qaswa, toshdan ham qattiqroq ularki deydi. Chunki toshlarning ichida shunaqalar borki, uning ichidan suv chiqadi deydi. Toshlarning ichida shunaqalar borki, Xudodan qo'rqib dumalab ketadi deydi. Lekin bular qimirlab ham qo'ymaydi, shunaqa qalbi qattiq deydi. O'shani aytayaptiki, mahjub, hijoblangan, pardalangan toshni singar qattiq qalbga nasihat baribir ta'sir qilmaydi. Yaqinda bir ma'ruza eshitib qoldim. Juda ham chiroyli ma'ruza qildilar. Hasanxon qori aka. Odamlar eshitib, bo'lmabdi bu ma'ruza, u yaxshi qilmadi deb chiqib ketyapsizlar. Unaqa chiqib ketayotganda o'zingizlarga ham bir qarab qo'yinglar. Balki ayb domlada emasdir deydi. Ayb voizda emasdir balki. Balki Alloh taolo sizni o'sha va'zni, o'sha nasihatni qabul qilishga sizni munosib ko'rmayotgandir. Qalbingiz tosh bo'lib ketgandir. Shu tarafini ham o'ylanglar deb juda chiroyli gapiribdilar. Haqiqatda shunaqa. Gohida nasihatga, voizga bog'liq bo'lmay qoladi masala. Odamning qalbiga ham bog'liq bo'lib qoladi. Qalbi tosh bo'lsa, u payg'ambar nasihat qilsa ham nima qilmaydi? Qabul qilmaydi. Shuning uchun bir narsani eshitganda, bilganda, birovni xatoga nisbat berayotganda, suskashlikka nisbat berayotganda bir o'ylab ko'rish kerak. Balki masala unda emasdir, masala o'zimdadir deb o'ylab ko'rish kerak edi. Xo'p, keyingisi asl bandalikni bayoni. Asl maqsad aqidadan ham, furuatdan ham bandalik, ubudiyat. Ibodat. Lekin ibodatdan ham kuchliroq, ibodatdan ham chuqurroq maqsad axir ubudiyat bo'ladi, bandalik. Tushunarlimi? Bu bandalikni izhori, banda qilishlik. Bandalikni ko'rsatish bo'ladi, ibodat bandalikni qilish deganida ko'rsatib berish degani. Ubudiyat nima? Banda deb bilish o'zini. Shuning uchun birinchi masala asl bandalik, ubudiyat, asl bandalik nima degan savolga javob bilan boshlayaptilar aqida masalalarini. Nadur qulluq, aning mushtoqi bo'lmoq. Aning mushtoqi bo'lmoq. Nadur qulluq, aning mushtoqi bo'lmoq. O'zidin foni haqqa boqi olmoq. Yoki boqi bo'lmoq. Nusxalarda o'lmoq deb keladi. Nadur qulluq aning mushtoqi olmoq. O'zidin foni haqqa boqi olmoq. Qullik nima degan savol? Qullik nima o'zi? Desa, aning mushtoqi bo'lmoq. Alloh taoloning mushtoqi bo'lish. Alloh taoloning muridi bo'lish. Alloh taoloning talabida bo'lish. Maqsad sizning irodangiz Alloh taoloning o'zi bo'lishi. Mana shu qullik bo'ladi. O'zidan foni, odam o'zidan foni bo'lib, o'zini yo'q deb bilish kerakki, haqqa boqiy bo'lmoq, haqqa boqiy bo'lmoq. Haq uchun boqiy bo'lish kerak. Ya'ni
Odam haqni oldida o'zini yo'qdek his qilish kerak. Kullu man alayha fanni o'sha sharh aqoidda sharhlardan biri har bir inson qaysi oyat edi? Undan keyingi oyat. Har bir narsa halok, kullu shayin halikun illa vajhahmi? Har narsa halok bo'luvchidir deganni bitta tafsirda aytadilarki, Alloh taoloning oldida har narsa halok yo'qdek. Chunki uni Alloh yaratdi-da. Boshqa narsani ta'sirida paydo bo'lib turgan narsa u yo'q narsa hisobida bo'ladi. Siz ham Allohning oldida shunday his qiling o'zingizni. Men yo'qman. Alloh taoloning irodasi, Alloh taoloning qudrati bilan vujudda turibman. O'zi asli yo'q narsaman. Chunki bir boshqa narsani ta'sirida turgan narsa u fi nafsihi o'zi yo'qdek bo'ladi. Shunday his qilishingiz bu haqiqiy qullik bo'ladi. Tanimoq Tangrini tonmoq havodin, keyin turmoq fi'oli noravodin. Tangrini tanimoq, Haq taoloni tanishlik, bu qullik. Havodan tonish. Tanishni bilasizlar, havoni tark qilish, ya'ni inkor qilish degani. Tondi degani tanomad degani. Nafsi havoyizdan tonasiz. Haq taoloni taniysiz. Shunda haqiqiy qul bo'lasiz. Fi'oli noravo, nojoiz ishlardan uzoq turasiz. Fi'oli naravodan keyin turmoq degani uzoq turmoq. Haqiqiy qullik shu bo'ladi. Bo'yin sunmoq, egilmoq qul demishda, qazoga rozi bo'lmoq barcha ishda. Qul deyaptimi sizni? Qulman deyapsizmi? Qul degan odamning haqiqiy qulligi nimada bo'ladi? Bo'yin sunishda bo'ladi undan kelayotgan buyruqlarga va egilishda bo'ladi. Bu sam'an va to'atanga ishora. Bu quloq tutasiz. Bo'ysunasiz va to'at bajarasiz shuni. Yo'q demaysiz hech qachon. Bu Allohning buyrug'i ekan deyaptimi? Xo'p deysiz va qilasiz. Mana shu qullik bo'ladi. Barcha ishda qazoga rozi bo'lish. Sizga Alloh taolo boshqalardan farqli o'laroq taqdirlarni yozadi. Har insonga har xil taqdirni yozadi. Kimdir xunuyroq bo'ladi, yonidagi odam chiroyliroq bo'ladi. Kimdir bo'yi pastroq bo'ladi, yonidagisi nima bo'ladi? Bo'yi uzunroq bo'ladi. Kimdir rizqi tangroq bo'ladi, biriniki kengroq bo'ladi. Kimdir qolgan hamma jihatlari, kimdir yaxshiroq gapiradi, kimdir so'zamol bo'lmaydi unchalik. Hamma sizga qazo, taqdir belgilab berilgan ishlarda hammasida rozi bo'lasiz. Mana shu qullik bo'ladi. Yaqin bilmak jamoat e'tiqodin, keyin solmoq muxolif ijtihodin. Xo'p. O'qing. Yaqin bilmak jamoat e'tiqodin, keyin solmoq muxolif ijtihodin. Eng qullikda yana bir ma'no shuki, jamoat e'tiqodini yaqin bilasiz. Yaqin degani aniq ishonch bilan bilasiz. Ahli sunna val jamoani aqidasini to'g'ri deb bilasiz. Unga muxolif bo'lgan aqidalarni orqaga tashlaysiz. Mana shu nima bo'ladi? Bandalik bo'ladi. Aqida eng muhim narsa ekanligini, ahli sunna val jamoa e'tiqodi eng muhim narsa ekanligini, shunda yurish, unga muxoliflarni orqaga tashlash muhimligini bir so'z bilan davom ettiradilar. Bu endi butun hamma biladigan so'z. Zarbi masalga aylanib ketgan. Aqida bilmagan shaytona eldir. Agar 1000 yil amal deb qilsa yeldir. Aqida bilmagan odam shaytona eldir, shaytonga do'stdir deyapti. Agar 1000 yil ibodat qilsa, 1000 yil amal deb qilsa u yeldir, shamolga uchadi deyapti. Agar-ku aqidani asoslarida, asllarida bilmasa aqidani, haqiqatda amali nima bo'ladi? Bekor ketadi, qabul bo'lmaydi. Zaruriy masalalarni inkor qilsa, islom doirasidan tashqaridagi aqidani qilsa, u 1000 yil ibodat qilmaydimi u? Ibodat qabul emas. Ba'zi toifalar bor. Qur'ondagi hamma narsaga unaydi. 5 vaqt namoz o'qiydi. Mana shu islomdagi hamma amalni qiladi-da, lekin payg'ambarimizdan keyin falonchi ham payg'ambar bo'lgan deydi. U 1000 emas, million yil ibodat qilsa, ibodati qabul emas uni. Chunki zaruriy eng islom doirasidagi eng zaruriy
aqidani inkor qilyapti. Endi xo'p, islom doirasidan chiqmaydigan lekin buzuq aqidalar bor. Ularni amali qanaqa bo'ladi desa, ularni ham zarar o'ziga yarasha bo'ladi. Imom G'azzoliy rahimahulloh o'sha husnul xotima, su'ul xotima bobida aytadilarki, dunyodan ketayotganda iymonsiz ketib qolishni xavfi qachon kuchliroq bo'ladi desa, ikkita narsada juda kuchli ko'rinadi. Ko'p sabablar bor, ikkita narsa eng katta sabablardan biri dedi iymonsiz ketib qolishni, Alloh saqlasin. Bittasi dunyoga muhabbat, ikkinchisi noto'g'ri e'tiqod deydi. Dunyoga muhabbat qilgan odam Alloh va Rasulidan ko'ra ham, oxiratdan ko'ra ham, Xudoni roziligidan ko'ra ham dunyosini yaxshi ko'rsa, dunyo matolarini, dunyo deganda hamma narsa kiradi. Qabrgacha bo'ladigan dunyoviy ashyolar kiradi. Qaysinisidir? Kimdir buni yaxshi ko'radi-da, hamma narsadan ustun qo'yib yuboradi uni. Hatto Alloh va uni payg'ambaridan ham ustun qo'yib yuborsa, shunaqa yaxshi ko'radi dilidan. Bu ham iymonsiz ketishning xavfi bor. Lekin u iymon mo'minman deb yuradi-yu, lekin dilida muhabbat kuchayib ketgan. U oshkor bo'lmaydi-da, u o'sha dunyodan tark etayotganda oshkor bo'lib qolishi mumkin. Nima bo'ladi desa, u dunyoni Alloh taolo undan olib qo'yayotganda, u dunyodan ajralayotganda o'ta yaxshi ko'rgani uchun beixtiyor kim mendan buni olib qo'yyapti deb turib, uni olib qo'yayotgan, undan ajratayotgan zotga e'tiroz paydo bo'ladi deydi. Shayton u vaqtda iymonni ovlash uchun juda ham paydam turadi. Shayton vasvasa ham qilib kuchaytirib yuboradi-da. Demak, u haligi e'tirozi haqiqiy, qat'iy e'tirozga aylanib qolsa, Alloh taologa qilingan har qanaqa e'tiroz u odamni iymondan chiqaradi. Iymonsiz ketish mumkin. Ikkinchisi noto'g'ri aqida. O'sha ahli sunna val jamoa aqidasidan boshqacha e'tiqod qilyapti kimdir? Mushabbihamidi, mujassimamidi u, o'lim yaqinlashayotgan vaqtda deydi Hujjatul Islom. Bu dunyoni tark qilgan sari ruhoniy olamga taalluq, aloqadorlik kuchaygan sari u olamdan ba'zi narsalar ko'rinishni boshlaydi deydi. Ma'lum qilinishni boshlaydi. Shunda o'sha noto'g'ri aqidada yurgan inson, ga o'sha e'tiqodi noto'g'riligi nima bo'ladi? Ayon bo'ladimi? Kashf bo'ladi. Shunda deydi, qolgan e'tiqodlarim qanaqa ekan deb turib, to'g'ri e'tiqodlarida ham shubhaga borib qoladi. O'sha vaqtda shayton chang solib, agar vasvasani kuchaytirib, shu e'tiqodni mustahkam uni fikriga joylab qo'ysa qalbiga, shu vaqtda joni chiqib ketadigan bo'lsa nima bo'ladi? Xudo saqlasin, iymonsiz ketib qoladi. Shuning uchun aqidani to'g'ri bo'lishi o'ta muhim narsa inson uchun, musulmon uchun xususan. Shunga aytayaptiki, aqida bilmagan shaytona eldir. Agar 1000 yil amal deb qilsa yeldir. Aqidani bilmagan odam shaytonga eldir. Agar 1000 yil amal deb qilsa ham yel bo'ladi. Shamolga sovuriladi. Ya'ni bu islom doirasidan chiqaruvchi aqida to'g'risida. Qolgan ahli sunna val jamoaga qarshi, lekin uni biz takfir, kufr emas, ya'ni islomdan chiqaradigan e'tiqod deb hisoblamasak ham, uni ham xatari yomon. Yuqorida aytdik uni. Umid etmak o'shal qudratli shahdin. Yonardin xavf etib yonmaq gunahdin. O'shal qudratli shohdan umid qilish. Bu xavf va rajo masalasini aytayapti. Bandalikda asoslaridan bittasi xavf va rajodir. O'shal qudratli shohdan umidda bo'lasiz doim. Yonardin xavf etib, yonib ketishdan, do'zaxdan xavf etib, yonmaq gunohdan qaytasiz. Xavf bilan rajoni o'rtasida bo'lasiz. Rajo tarafi kuchayib ketib, hamma yo'q umidga bog'lanib, u umid bo'lmaydi. Yuqorida aytdik-ku nimada? O'tgan suhbatlarimizda. Quruq xayol bo'ladi xolos. Meni kechiradi deb gunohda yuraversa u. Rajo bo'lmaydi, u tamanni bo'ladi. Lekin o'ta qo'rqib sahoba ikromlar shunaqa qo'rqishganda, hamma va in minkum illa variduha, sizlardan hech kim, birorta kimsa yo'qki illa variduha, do'zaxga tushadi deganda sahoba ikromlar juda qo'rqib ketishgan. Yemay, ichmay hollar xarob bo'lib ketganda, osmondagi qush bo'lsam qani edi degan. Yo'qoladi, ketadi, turpoqqa aylanib ketadi degan.
Oysha Siddiqqa nasiya mansiya bir esdan chiqariladigan narsa bo'lganimda ham mayli degan. Bir Abu Bakr Siddiq yoki ba'zi sahobalar shu somon bo'lsam qaniydi deganda, do'zaxga kirgandan ko'ra. Shunaqa xavf kuchayib ketganda, Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom o vuruddan murod nima? Vuruddan sirot ustidan o'tish deb tasalli berganlar-da, shunaqa. Xavf taraf kuchayib ketsa ham bo'lmaydi. Inson nima bo'lish kerak? Xavf bilan rajoni o'rtasida turish kerak. Bandalik shu deyaptilar. Qullik shu. Uyalma ma'rifatni o'rganurdin. Tanur joying bo'lur qolsang tanurdin. Ma'rifatni o'rganishda hech qachon uyalmaslik kerak. Bir narsa kerakmi sizga? Diningiz borasida. Uyalmang, so'rang albatta. Men nimadirkin demang. Hadis shariflarda ham qancha ayollar kelib masalalarni so'raganlari aytiladi. Qancha sahobalar, erkaklar kelib so'raganlari. Garchi uyatli narsalar bo'lsa ham zohiri, lekin ularni dini uchun muhim bo'lgani uchun so'rashgan. Shuning uchun ma'rifatni o'rganishdan hech qachon uyalmaslik kerak. O'shaning uchun uyalma deyapti. Uyalmagin ma'rifatni o'rganurdin. Tanur joying bo'lur qolsang tanurdin. Tanur bo'lib qoladi joying. Tanur deb o'zi tanurda aytadi. Men bu do'zax yonadigan joyda endi olov bor joy. Do'zax joying bo'lib qoladi agar Xudoni tanishdan qolib ketsang. Hamma narsani bilsa-yu Allohni tanimasa u inson hech narsani bilmabdi. Boshqa narsani ko'pini bilmaydi-yu Allohni taniydi. Bu insonga bilmaganining zarari yo'q. Tushunarlimi? Hammasini bilsa yaxshi, Allohni tanisa, Allohni bilsa, aqidani bilsa, dinni bilsa va dunyoni ham bilsa unga gap yo'q. Muhimi Allohni tanimasdan qolgan hamma narsani tanish bu foyda bermaydi demoqchi. Uyalmasdur talab amrini olgan. Uyalmasdur talab amrini olgan. Qolur yaxshi uyalg'ondan uyalg'on. Talab amrini olgan odam uyalmaydi endi. Fatlubni tajidni deydi Alloh taolo hadis qudsida. Meni talab qilinglar, izlanglar, meni topasizlar deydi. Yoki boshqa nimalarda, ya'ni ilm talab qilinglar degan, buyruqlar bormi? Ha, demak Alloh o'zi nima deyapti? Talabga buyuryapti-yu. O'zi buyurib tursa, nimaga uyalasiz endi? Xudoni tanishdan, Xudoni dinini o'rganishdan, bir o'zingizni masalangizda bir mushkillar tug'ilsa, o'shani bilib olishlikdan nega uyalasiz? Vaholanki sizga o'zi talab qilyapti. Ya'ni o'zi buyruq qilyaptiki, talab qilgin deyapti. Izlagin meni deyapti. Qolur yaxshi uyalg'ondan uyalg'on. Xo'p, uyalg'on odam, ikkinchisi uyalg'on degani uyatgan degani. Jinos qoida. Uyalg'on odam yaxshi uy olg'on. Jannatda yaxshi uylarda olishadi-yu, yaxshi qasrlarda olishadi-yu, o'shandan qolib ketadi deyapti. Qodur yaxshi uyalmoqdan ham deyapti. Asli uyalg'on bo'lsa, balog'atga muvofiqroq bo'ladi. Yaxshi uyalg'ondan, yaxshi uyalganlardan qolib ketadi uyalg'on, ya'ni uyatgan odam deyapti. Tushunarlimi? Inshaalloh bugunga mana shu yerda to'xtatamiz. Alloh hammamizga tavfiq bersin. Manfaatli ilm bersin, saodatga olib boruvchi ilm bersin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.